Hech kimdan onlayn kurs sotib olmang. Mana sizga o'zim matematika o'rgataman. Misol uchun 5-oktyabr kuni tushgan milliy sertifikat savoli. Buni qanday ishlashimiz kerak? Buni ishlashimiz uchun mana bu narsa nimani to'la kvadratligiga e'tibor berishimiz kerak. Bu narsa bu ildiz osti 7 minus ildiz osti 3 ni to'la kvadrat. Plus bunisini yozib olamiz. Bu ildiz osti 7 xuddi shuni bu plusdagi variantini to'la kvadrati bo'ladi. Endi buni yana kvadratga oshirishimiz kerak. Endi shunda mana bu kvadrat bilan bu ildiz yechilib ketiladi. Ildiz ostida 7 minus ildiz osti 3 chiqadi. Bunisidan esa ildiz osti 7 plus ildiz osti 3 chiqadi. Va buni kvadratini hisoblashimiz kerak. Va bizga mana bu bilan mana bu qisqarib ketsa, bizga 2 ildiz ostida 7 ni kvadratida hisoblashimiz kerak. Buni javobi bizga 28 kelib chiqadi. Va bizga D javob bo'ladi. Shunaqa mavzularni mustahkam tarzda zo'r o'rganmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga plus belgisini yoki YouTubedan Bekzod Teacher videolari deb yozsangiz, tekinga men sizga mana shu mavzularni o'rgataman.